Zindan şey yapmıyor mu zindan? Remote kaçta kal? Xulosa masjid to'rtta mehrobdan iborat. Bittasi ichkarida, bittasi tashqarida. Mehroblar naqadga qaratilgan degan ma'no. Hamda qarang, masjid 8 ta eshikdan iborat. Bu diniy tomondan qaralganda jannatga 8 ta eshikdan iborat. Buni masjidga kirgan odam o'zini jannatga kirgandek his qilsin. Bu yerda eng qadrli biri Qur'on ulangan masalada 8-asrga oid. Lekin bu nusxa varianti, buni arzon varianti poytaxtda Toshkentda saqlanadi xasti. Bu masjid 1923-yilgacha faoliyat yuritdi. Mana qarang. Buxoro qozi hamda Samarqand qozi. Ammo eng sifatlisi bu Samarqand qozi bo'lgan. Urib turadi hozir. Tutdan. Bu masjidda original narsalar, eshiklar, ustunlar hamda patologlar original. Bitta namoz o'qilganmi? 1920-yilgacha. Unda odam kam bo'lgan bitta. Kichkina endi. Oshxonada naqadar o'qigan. Qasrning ichida kim yashaydi, ana shular. Baylardi o'ziga, baylardi. Ha bo'ldi. Darvishlar uchun mo'ljallangan. Qadimda darvishlar odamlar muzeyda o'tgan. Bu toshdanmi? Yo'q, yelkasi emas, bo'yniga bo'lishgan. Nimadan bu? Toshdanmi nimadan? Yog'ochdan. 3 qatlab o'rtasiga qarab bo'yniga bo'lishgan. Endi e'tibor tortadi-da, keyin dinni